Siz oldin tomoshabinlar bilan salomlashib oling. Hammaga assalomu alaykum azizlar. Biz bugun Samarqandga yo'l olamiz. Ketdik. Bu Hozir borishga va poyezd yuradi. qaytishga. Biz hozir mana ro'yxatdan o'tkazish chiptalarini. Assalomu alaykum. Xormeng, yaxshimisiz? Rahmat. Nechida yuradi poyezd? Soat 8 da yuradi. O'sha Afrosiyob. Aha, 50-vagon. Toshkent Samarqand yo'nalishida harakat qiluvchi tezyurar poyezdda VIP klassdagi o'rinlar uchun chipta bahosi 151 ming so'm, biznes klass 105 ming so'm, ekonom klass uchun esa 78 ming so'm tashkil qiladi. Afrosiyob. Mana biz poyezdning oldiga yetib keldik. Juda ham qiyin bo'ldi yetib kelishimiz. Tasvirga olish jarayonlari cho'zilib ketyapti-da. So'q. So'q. So'q emas, issiq. Ketdik endi. Ketdik. Boshda erta sahar kelganimizda sovuqida ketdik endi. Va nihoyat biz ketamiz. Afrosiyob, ketdik.